Siz ham shu kabi sun'iy intellekt yordamida yaratiladigan videolarni yasashni xohlaysizmi? Unda bu video siz uchun. Bugun biz siz bilan mana shu kabi videolarni qanday yasashni o'rganamiz. Muhimi, hammasi bepul va sizdan hech qanday professional montaj yoki kuchli kompyuter talab qilinmaydi. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rish. Aks holda videolaringiz siz kutgandek chiqmaydi. Video oxirida esa siz uchun maxsus taklifimiz bor. Birinchi bosqich prompt yaratish. Avval kanalimizdan yuklab olingan promptlarga o'tib, uning birinchi qismini mana shu joygacha nusxalab olasiz va ChatGPT ga tashlaysiz. U esa sizga promptlarni yaratib berishni boshlaydi. Keyin esa qolgan ikkinchi qismini ham nusxalab olib, uni ham ChatGPT ga tashlaysiz va sun'iy intellekt sizga video generatsiyasi uchun ham promptlarni yaratib beradi. Ikkinchi bosqich rasm generatsiyasi. Endi esa yaratib olgan promptlarimiz orqali Leonardo AI saytida rasm generatsiya qilamiz. Ro'yxatdan oddiy o'tib olasiz. Sayt sizga kunlik 150 ta token beradi. Kirgach modelni birinchiga o'zgartirasiz, formatini esa TikTok formatiga va rasm generatsiya qilishni boshlaysiz. Barcha rasmlarni shu tartibda yaratib olasiz. Uchinchi bosqich video generatsiyasi. Rasmlarni yaratib olgach, ularni Helio saytida videoga aylantiramiz. Ro'yxatdan o'tib olgach, mana shu yerda rasmni yuklaysiz va rasm uchun ChatGPT yaratib bergan promptni ham nusxalab, kerakli joyga tashlaysiz va generatsiya boshlanadi. Keyin esa barcha videolarni shu tartibda generatsiya qilib olasiz. Bu saytda siz bir akkauntdan faqat 3 ta video generatsiya qila olasiz. Endi esa video montaj jarayoniga o'tishimizdan oldin siz uchun yangiligimiz bor. Biz ArtVegas Premium yopiq kanalni ochdik. Bu kanalda eksklyuziv darsliklar, eng so'nggi va eng oxirgi chiqqan trend yo'nalishlar, tez ko'tarish uslublari va usullari va YouTube'da qanday daromad qilishni o'rgatib boramiz. Kanalga qo'shilish uchun esa shunchaki obunani sotib olishingiz kerak. Obuna narxi esa atiga 30 ming so'm. Bu esa o'z karyerangiz uchun qo'ygan eng birinchi to'g'ri qadamingiz bo'ladi. Demak, biz bilan o'z karyerangizni boshlang. 4-chi bosqich video montaj. Video montaj uchun biz CapCut dasturidan foydalandik. Bu dasturni siz Telegram kanalimizdan bepul versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Aytgancha, obuna bo'lishni unutmang. Demak, avval barcha tayyor videolarni qo'shib olamiz va ularni timeline'ga tashlaymiz. Orqa fon uchun musiqani ham kanalimizdan topasiz. Keyin esa video ustiga tekst qo'shib olamiz. Eng boshidagi tekst videodagi kabi turadi. Va qolgan kliplar ustiga ham shu tartibda tekst joylashtirib chiqasiz. Tekstlarda har bitta jamoa nomi, ularning laqablari yozilgan bo'ladi. Ularni qayerdan olaman deysizmi? ChatGPT sizga allaqachon buni taqdim qilgan. Shunchaki o'tib nusxalab olasiz va joylashtirasiz. Har bitta tekst uchun animatsiya qo'shish esdan chiqmasin. Endi esa videolarga transition, ya'ni perexod qo'shib olamiz. Biz floodlight, yorug'lik perexodidan foydalandik. Eng oxirida videoga filtr qo'shamiz. Buning uchun filtr bo'limidan clear filtrini olib, eng yuqoriga joylashtirasiz va video tayyor. Videoni siz 4K yoki 1080p da eksport qilishingiz mumkin. Endi esa siz uchun maxsus taklif. Endilikda ArtVegas kanali siz uchun barcha ishni o'zi qiladi. Bizda tayyor videolar. To'liq ma'lumot uchun Telegram kanalimizga o'ting.